Salom bolalar, yana sizlar bilan o'sha Rafiya Minecraft bolalar. Bugungi video juda ham qisqa bo'ladi. Pastga va like bosib qo'yish e'tibordan chiqmasin bolalar. Chunki bu oy oxirigacha ishda bo'lishimiz kerak bolalar. Unda videoni boshladik bolalar. Bolalar, qaraki bizni bitta polizimizni qarab qo'yishingiz kerak bolalar. Mana buni olaman. Bo'ldi bolalar, ketdik. Bolalar, qaraki polizni alo nima berdi? O'smagan bo'lsa, tashuramiz. Chunki men ro'za aytgan bolalar. O'smagan bo'lsa, turlaring kelib, balki berasanlar kelib degan. Qancha bolalar harakatda barakat qolmiz. Bu bolalarga qilyapti bolalar. Men kam chiqyapti bo'ldi. Bolalar. Mana bo'ldi. Bu yog'iga bitta ikkita boramiz bolalar. Korоче, bugun 4-hosil demoqchi edim. Bugun 4-hosil men yomonib aytishim kerak. O'zi hosilim qolmadi-yu, endi o'zimdan uyga hosilimni olib chiqib beraman bolalar. Yerga gapiradi ber. Mana shu 30 ta bilan 36 soatdan bo'ldi. Mana bolalar, assalomu alaykum ber. Ha, salom Rafiya, qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi rahmat. Men bugun hosil olib keldim. Ha, meni sandig'imga qo'yib qo'y. Ha, xo'p. Mana bolalar. To'xta Rafiya. Ha, ber. Qarchi eshitdingmi? Bizlar qishlog'imizda kim ko'p hosil yig'sa, men ularga sandig'imdagi izmirod oltinlar beraman. Rostmi ber? Ha, rost. Hozir men hosil uyimga qarab ko'raychi. Mayli. Izmirod oltin berar ekan, kimda hosil ko'p desa bo'ladi. Uyimga qarab ko'raychi. Ondan chiqibdi. Bundan tashqari alo osam hosillarni bolalar o'zim yetib qolmaydi. Shuning uchun jitellardan so'rayman. Jitel. Kibir. What? Yeah? What the fuck? Mana, men bilaman bolalar. Mana otib yuboraylik. Bolalar, mana voy. Voy, mana qani teshib ko'rsa nimadir yo'qmikan? Voy, bolalar. Tez. Bu ana bo'llik. O'zi darvolar bor ekan. What the fuck bolalar? Yana bitta burilish. Oxiri nima bilan tashlanadi bular? What the bolalar? What? Sandiqmi? Menimcha bitta qishloqliklar bo'lsa kerak. What the fuck? Voh bolalar, endi men mashq hosillarni olib borib merga bersam, mer menga oltin izmirudlar beradimi shunda? Voh! Buncha omadliman bolalar. Mazza qilaman endi bolalar.
izmirut oltinlar bilan mashina olishim kerak edi o'zi. Dilbo'y mashina oliraman. Zo'r bo'ladi bolalar endi. What the fuck bo'ldi-da lekin. Bolalar, короче, qaysidir bo'lsa ham endi malika bolalar bu. Chunki mani polizim tagidan chiqdimi, demak malika bo'ladi. Hech farqi yo'q bolalar. Voy, chiqamiz ekan, qilamiz-da. Hop. Mana bitta olib. Voy, bolalar. Xalaq chiqaman endi men bu yerda. O, ana bolalar chiqib oldim. Yo'q, qo'yaman. Ishim bilmaydi. Ketdi endi bir oldiga. Birga bo'laman, izmirutli bo'laman, oltinli bo'laman. Assalomu alaykum ber. Salom Rafiya, qandaysan? Korоче, men sizga hosil olib keluvdim. Qanaqa hosil? Boya aytdingiz-ku o'zingiz, kim ko'p hosil olib kelsa, o'shaga izmirut va oltinlar beraman dedingiz-ku. Ha, o'shami? Sandig'imga qo'ychi qani? Mayli, merxos. Voy, mana bolalar, izmirutlar. Va mazza bolalar endi. Boya aytganimda mashina olaman, qizig'i. Zo'r bo'ldi bolalar lekin. Endi mashinachasini qo'yib chiqishim kerakmi? Wow, bolalar, what the fuck? Shuncha izmirut, oltin. What the fuck? Endi mer bu hosillar nima qilar ekan? Hozir so'raymiz. Mer endi men izmirutlaringizni oluraymi? Ha, avur. So'radik. Fuck, shuncha izmirut. Oltin. Merdan so'raymiz. Endi bu hosillarni nima qilasiz deymiz. Mer endi bu hosillarni Mer endi bu hosillarni nima qilasiz? Ha, unga qiziqmay qo'yaver. Ha, xo'p, men ketdim. Ha. Vallahi ko'rdinglarmi? Shuncha olmoq. Men bu uydan yo'q ekan, короче. Eshik, mashinaga qo'yib olamiz dedilar. Ko'r bo'ldi lekin bolalar. Endi men o'zimga qoldi, men hosillarim. Endi bir 5 stak izmirutga mashina olaman. Ko'k, yashil izmirutga. Zo'r bo'ladi bolalar. Endi men oltin nima qilasan desanglar, bilmayman uni. Balkim avtomat olsam kerak, avtomat. Короче, anungada bolalar. Men doim aylanib yuraman. O'shanda bu yerda zombilar yo'q qolibdi. Endi yana aylanib yuraman. Sen qanday bolalar? Jitterlar ko'p bundan ko'ra ovqat beraman. What the fuck? Tushib qolibdi-ku. O'sh botchini qaranglar bolalar. Uyga kirib olsam hozir endi zombilar hujum qiladi. Bitta ovqat va taruzima bitta. Bitta olmayman. Короче, bolalar, sizlar bilan Rafiya Minecraft bo'ldi. Sog' salomat bo'lasizlar bolalar. Podpiska va like bosasizlar. Boya aytganimdek, biz oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Xayr bolalar. Like va podpiska esingizdan chiqmasin.